Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan dalasida akrobatika gol urishni o'rganamiz. Eng birinchi tezroq yugurishni o'rganish kerak, to'g'rirog'i. Misol uchun ekranga S bilan B oralig'iga atiga bitta bossangiz, har bitta tezlikdan keyin bitta bossangiz tezroq yuguradi va mana bunday qilib gol ham urishingiz mumkin. Akrobatika tepishga keladigan bo'lsak, ug'lovoy tomonga yetkazganimizdan prosta pas va mana bunday akrobatika afsuski o'xshamay qoldi. Hozir yana boshqa bunday ko'rsatib beraman. Pas o'tib ketdik. Mana shunday tepish ham mumkin. Endi bu qanday zarba bilmadim, lekin juda g'alati tepdi. Mana shunday akrobatika tepish mumkin. Atiga faqat S bilan B oralig'ini 2 marta bossak bo'ldi. Mana shuni o'zi kifoya. Yaxshiroq tepishga harakat qilamiz. Mana shunday. Fintga keladigan bo'lsak, yugurishni ko'rdik. Fintga keladigan bo'lsak, Bni tepaga qarab tortsak, Bdan sal teparoqdan tortsak, tepaga qarab pastroqqa tortsak, pastga qarab tortsak esa aylantirib o'tib beradi to'pni. Keyinchalik esa chap tomonga tortsak, to'pni chap tomondan olib ketadi, to'g'riroq yurayotgan joyimizda 1-ga 1 chiqqan payt olib ketish mumkin. O'ng tomondan mana bundaysiga. Bugun sizlar bilan o'rganmoqchi bo'lgan narsalarimiz xuddi mana shu. Obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmaymiz. Keyingi safar nimani o'rgatishimni so'rasalaringiz, shunga qarab video chiqaraman. Komment yozsak, o'zim uchun ma'lumot to'g'ri, komment yozamiz. E'tibor uchun rahmat.